qaramlik o'zi nimadan boshlanadi? Adiktologlar tarafidan qo'yiladigan diagnozda o'zi bu 3 ta narsaga asoslanamiz. Bu genetika, yoshlikdagi bo'lgan tarbiya, uchinchisi mana shu atrof muhit. Ludomaniya bu o'sha sportlarga stavka qiladigan Qimorvozlik, qimorlar bo'lsa, igромания bu o'sha kazino o'ynaydiganlar, ya'ni o'yinga qaramligi bor. Alkogoliklarga tuzalish qiyinroq. Sababki bu ochiq-oydin sotiladi, ham arzon. Mana dizaynerskiy современный narkotik deyiladi. Turlari juda ham ko'p. Eng xavflisi alfa PVP bo'lib turibdi. Ya'ni xalq tilida aytiladigan bo'lsa, skorost. Sol deyshadi, skorost deyshadi. Odamni insoniylik hislatlaridan chiqarib yuboradi. Qaram inson u narkotikka olib tashlagan taqdiringizda ham u qaram inson bo'lib qolaveradi. Shunaqa. Narkotik iste'mol qilib yurgan paytida bu уже narkomanga aylanadi. Keyin narkotikka olib tashlab alkogol iste'mol qilishni boshlaganda bu alkash bo'ladi. Alkogolni olib tashlab yoki o'yinga tushib bu уже qimor bo'ladi. Tushunasiz? Ya'ni qaramlik turaveradi, anaqalari o'zgarib boradi. Vositalar o'zgaradi. Chunki unda shunaqa simptom bor, одержимость degan. Men shunaqa patsientlar bilan ishlaganman. 5 talab zavodi bor odamni, 3 ta zavodini уже yeb bitirgan mana shu narsa bo'yicha. Bitta zavodi уже zavodda turibdi, yana bitta zavodda qolganda kelgan murojaat. Odam faqat boshlang'ich etapida huzur halovat oladi. Faqat boshlang'ich etadi. Tushunarli. Qolgan etapida shunchaki odamni holiga kelish uchun, ya'ni ertalab uyg'onib, tishini yuvib, odamlar bilan so'zlashib, muloqot qilib yashashi uchun iste'mol qilishni boshlaydi. 100% odamdan 30% yaxshi bo'lib ketadi. 70% yana retsidiv bo'ladi yoki qaytadi iste'mol qilishga. Ayollar oldin depressiyaga tushib, keyin iste'mol qilishni boshlaydi deyshadi. Erkaklar nabarot iste'mol qilib, keyin depressiyaga tushishni boshlaydi.